Mana hurmatli kanalimiz a'zolari, mana yangi mebellarni yoniga kelganmiz hozir. Akadan birma-bir narxlarni so'rab olamiz. Mebellar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu akalarga aloqaga chiqib bemalol xarid qilaverasizlar. Narxlarini hozir birma-bir so'rab o'tib ketamiz. Mana bu yerda har xil turdagi devorlar bor ekan, mana o'ynaydi mana. Shkaflargacha bor ekan. Hop to'y-to'noqlarga, kelinlarga bergani chiroyli narsalar. Stollargacha bor ekan, mana blok stollar. 1 2 3 4 5 10 12 14 kishilik ekan mana. Devorlargacha bor ekan. Bu nech pul ekan bunday narxi? Stol sul narxi 6 million so'm. Aha. Yog'ochdan suluk to'g'risi yog'och farqiga bormayman aka, lekin yog'och. Yog'och. Hop bu devorlar nech pul ekan? Devorimiz komplekt 5,5 million aka. Komplektda qaysi-qaysilar bor? Ichkasi, shkafi, kravati, oldida turgan oynasi. Mana oynasi bor. Narxi nech pul? Bunisi ikkita to'rtchasi, tremosi, kravati, ish shkafi. Ha, shkafi bunisi 12,5 million so'm. 12,5 million so'm. Hop, yetkazib berish xizmati bormi? Qaygacha? Shahar ichiga. Shahar bo'ylab. Dastavka qilaveramiz. Hop, telefon raqami nechi? 90lik, 90lik 275, 275 88 11 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, mana qanaqangi mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, shakalar bemalol shahar bo'ylab yetkazib berishar ekanmiz. Manzil Namangan shahar, Yashil dehqon bozorida mana kelaverasizlar.